Men taqdim etayotgan har bir smartfonni o'zim qalban his qilgan holatda sizga taklif etaman. Mana iPhone 7 Air o'zim ishlatib, shu kungacha iPhone'da bunchalik rohatlanib ishlatmaganman. Aynan shunaqangi ideal smartfonni sizga bugun ideal, deyarli yangidek holatdagisini taklif etaman. Qora ranglisini olavering. Qorasi o'ta noyob bo'ladi. Toladik ingichka, o'ta noyob iPhone 7 Airni 1180 sotiladi. $1000 qilib berishga tayyorman. iPhone 12 Pro Max'ni $360 128.96% korobka hujjatli o'ta noyoblarni qilib beraman. Aynan 12 Pro Max'lar bugun iPhone 12 Pro'da narxida juda katta kolleksiyada kirib kelgan. Inshaalloh $128.86 $360 YSMgacha o'tgan. Xudo xolasa bitta nuqtasi yo'q, ideal blu rangda. Planshet olmoqchimisiz? Original chexolni o'zini 150 ming so'mga zakaz qilganlar mijoz emas. $170 olingan bu planshetni yangidek saqlaganlar $99 qilib berishga tayyorman. Foydalanib qoling, juda ham arzon narxlar. iPhone 12 mini bu dunyoning eng yengil, eng kichik 5G smartfoni. 64-91% holatlari zo'r sostavida. Narxi esa atiga $179 ga. 11 Pro 256 94% $285 ga. Odatda $300 dan qimmatga tushyapti hozirgi vaqtda. Lekin narxlar arzonlashtirib beryapman. 128 Gold rang shunaqa yangiki, ko'rib hayratga tushmasangiz smartfonni olmaysiz $340 evaziga. iPhone 4 Pro 128 GB 98% a'lo darajada $510 ga. iPhone 13 Pro narxida salkam. iPhone 13 Pro'ni 256 91% holati zo'r holatda $465 evaziga. iPhone 13 Pro'ni 128 GB 91% holati zo'r, oq rangi, o'ta eksklyuziv $345 evaziga. Galaxy S20 $189 ga. 210 sotiladi bilasiz. $160 esa $135 ga. A- holatda. A22 $95 ga dual sim kartali Radno yangidek zo'r holatda pulga arziydigan model. M23 125 sotiladi A+, lekin A-ni $88 qilib beraman. S15G o'sha afsonaviy smartfonni O'zbekistonda ozgina ishlagan A- variantini $160 ga qilib berishga tayyorman. Aynan A+ variantlarini esa bularda bitta nuqta yo'q. Bular haqiqiy sifatni xohlagan, haqiqiy premium darajani xohlagan insonlar uchun. Bu smartfonni olasiz, tugamasligiga butun umr kafolat beramiz. Smartfonni urib sindirib yorsa ham ishlayapti. O'ta darajada mustahkam smartfon, o'ta darajada mardoshli smartfon. Mana shu smartfon orqasidan mana shuncha smartfonlar sotilyapti desam ishonasizmi? Flagman smartfonni flagmanligini isbotlab bergan model. Bu gigant telefonning batareykasi ham gigant bo'ladi. Aynan bu smartfonlar hozir $175 dan O'zbekiston bo'ylab katta kolleksiyada yetkazib beriladi. Aura rang bu o'ziga xoslik, bu S15 ni o'ziga xos rangi hisoblanadi. Bitta noyob smartfon ko'rsataman. Bu smartfonni his qilgan inson uchun bu smartfon o'ta noyob. Chexoligacha turibdi. Ekrandagi broni plyonkas hali olinmagan. Smartfon ishlagan bo'lsa 3 yoki 4 kun ishlagan. Vivo X60 Pro. Bu modelga perfekt tuman tushadi. Ekranlari qayrilgan. O'ta noyob narsa, eksklyuziv narsa. 12 lik ekrani bor ekan, qarang. O'ta tezkor. Qo'lingizdan chiqib ketadi ishlar. Narxi $188 ga, $420 ga zakaz qilib olib keltiramiz bu telefonni. Shunaqa zo'r chegirmalar bizda bo'ladi. Huawei P30 Lite o'z davrida 450-380 sotilgan ekanida. Ideal holatda qarang. Atiga $88 evaziga. Xiaomi 12 ta bu full holatda 120 vatli quvvatlagichlari bilan o'ta darajada ideal holatda eng kuchli smartfonlardan biri. Atiga $240 evaziga. Note 12 Pro 5G bunga perfekt tuman tushadi. Oq rangda o'ta ideal holatda $149 evaziga. Smartfonlarimiz shunaqa ideal, shunaqa ma'no, mantig'i bor. Har bir ko'rsatayotgan modelim bozor narxidan arzon va topilishi qiyin. A33 ni shunaqa idealini siz aniq topa olmaysiz. Aynan siz uchun $130 ga qilib berishga tayyormiz. Note 13 Pro ni 150, 160, 170 sotyapmiz va aynan bugun chegirmada $139 qilib beraman. Note 13 ni narxida qilib beraman. Note 14 ni narxida qilib beraman. Lekin Note 13 Pro qilib beraman. Honor 400 Lite kamera button knopkasi bilan hammani lol qoldirdi va eng ko'p sotilgan modellardan biri bo'lib turibdi. Narxi $260 turadi. Aynan $228 ga yangi zapechatnisini beraman. Bu smartfon bilan siz o'z dunyoyingizni kashf qiling. Siz uchun o'yin zona, siz uchun kinoteatr, natural rangda, to'laqonli bezazor yopiladi. 850 sotgan ekanman oxirgi marta. Aynan hozir oddiy S24 Ultra narxida
$685 qilib beraman. Eng qizig'i $685 ga 24 Ultra olgan yaxshimi, Fold 5mi? Fold 5 puliga 24 Ultradan ikkita kelardi o'z vaqtida. Bugun sizga qanaqa arzon narx taklif etayotganimni his eting. 512 talik O'zbekistonda ishlamagan 12 operativga yangi A+ eSIM gacha o'tgan 560 ga o'zim topa olmayman, lekin 545 ga qilib beraman. Galaxy S23 ni salafallari olinmagan A+ holatda A- 320-340. Bu esa $375 ga. Men ayta olaman, eSIM o'tgan bunaqa salafan holatda hech qayerda yo'q bunaqa holatda, bunaqa narxda. Men o'zim his qilib gapiryapman. Eksklyuziv narsa, 100 tadan bitta yoki ikkita keladigan narsa. S22 ni ideal holatda $399 ga, S22 ni esa $270 dan qilyapti. Xudo xolasa ideal variantlarini. S21 pluslarni $240 dan aynan shu violet va titan ranglari 21 va 21 plusga xos, 21 va 21 ultraga xos bo'lgan titanium ranglarda, ideal sostoyanida. iPhone XS lar bugun kirib keldi. Eng qizig'ini aytsam, eSIM o'tgan. Eng qizig'ini aytsam, batareykasi 96, 98, 93% va eng asosiysi xohlagan rangda olasiz. A+ bitta nuqtasi yo'q buni. Запечатанный toza variantini $185 dan qilib berishga tayyormiz. Aynan iPhone 8 ni $99 ga 64-100% taklif etaman. Va shunaqangi smartfonlar bizda nihoyatda ko'p bo'ladi. Bu faqatgina bugun kelgan ikkinchi filialimizdagi smartfonlar. Birinchi filialimizda bundan katta assortimenti zo'r chegirmada pastda Telegram havolada qo'yganman. Albatta o'tib ko'rishlaringiz juda ham muhim. Note'ga mana o'zimizga 220 keladi. 210 ga salafallari olinmagan bronza rangi. Siz azizlar uchun S20 Fan Edition $175 ga, salafan holatda A54 yangisi $185 evaziga, A22 violet rangda yoqimli yumshoq binafsha rangda $105 ga. Aynan bu smartfonlar har biri tekshiruvdan o'tgan. Siz xotirjam zakasni bering, baraka toping, olgan smartfoningizdan faxrlaning. Men zo'r narsa oldim, zo'r narsa qilib berishdi House Mobile. Men butun umrli mijoz bo'laman demasangiz, bu smartfonlar sizga dastavka qilib bermaymiz. Chunki bu smartfonlar biz yuzimiz ekan, biz bu smartfonlarga juda qat'iy nazorat tizimini joriy qilganmiz. Inshaalloh sizga borguncha 1000 chig'iridan o'tib 100% sizni baraka topadigan telefon qarshi oladi. Bizga buyurtma bering, O'zbekiston bo'ylab oldindan to'lovlarsiz mutlaqo bepul yetkazib beramiz.